3 oktyabr gibridimizni chiroyli Euro remont bo'lgan uyga ustanovka qildik. Buni yonishlari, qanaqa sistemalarda bo'ldi, qanaqa istayapti, qancha rasxod bo'layotgan YouTube kanalimizga tashab qo'ydik. Katta video qilib sizga batafsil ma'lumot berib, o'tib bemalol hamma ma'lumot olishingiz mumkin. Qisqacha ma'lumot. Gibridimiz 3 ta xonani istadi. Bu yerda bu holatda koridorda va yotoqxona va mehmonxonasini istayapti. 3 tagina radiator. Bu o'zi shu koridorda istadi. Yotoqxonada bitta radiator va mehmonxonada 2 ta radiator qo'yilgan. Xo'p, motorlarimiz ustanovka qilib qo'yilgan, lekin motor suqilgani yo'q. Mana shu zaslonka 1,5 sm ochiq holatda yonayotganda 80 gradus suvni bemalol butun sistema bo'yicha aylantirib beryapti. Nihoyatda sistemalari chiroyli bo'lgan. O'tib YouTube kanalimizga o'tib bemalol sistemalarni ko'rishingiz mumkin. Haqiqatda havas qilsa arziydi. Ustalarga qo'l dard ko'rmasin. Chiroyli qoyil qilib qo'yishibdi. Xo'p. Bu xonani ko'rsatamiz. Montajlari, obratkasi bu yerdan devorga kirib, pastga stashkaniga kirib ketgan, borib nimaga ulangan. Bu yerda tevadan podach kelib devorning ustidan bu yoqqa kirgan. Bularga qo'l qo'yib bo'lmaydi, nihoyatda issiq. Temperatura merimizda hozir sizlarga ko'rsatamiz, qaysi issiqlar issiq bo'lyapti, qaysi radiatorlar. Xo'p, mana radiatorlarimiz qanday isiyapti. Mana podachini ko'ryapsizlar. Birinchi kirish joyi rosa ham qizarib turibdi. Va bunisida ham xuddi shunday holat. Nihoyatda issiq bilan qo'l tegizib bo'lmaydi. Qo'lda shunaqa kuydiryapti. Vobshe zo'r. Hammaga rahmat. Kanalga o'tib, obuna bo'lib, like bosib, to'liq videoni katta videoda ko'rishlaringiz mumkin. Kanalga joylab qo'ydim. Rahmat.